Bizda navbatda Lacetti avtomashinasi, xullas programmist ukalarimiz, hamkasblarimiz tashlab ketishgan. Bunda bo'lib turgan muammo mana rasa 80 ga chiqqanda mashina umuman vibratsiya qaltirab ketyapti-da. Gaz tashlashi bilan yo'qolyapti. Yana gaz bossa, yana chiqyapti. Qarang. Qayerdan bilinyapti xullas rolga. Shunday gaz tashlashi bilan yo'qolyapti. Xullas buni dardi, xudo xolasa ichki granatalarni alishtirib beramiz inshaalloh. Yoki videoning davomida qo'yib yuboraman. Lacetti'mizda ichki granatalarni yechib oldik. Xullas, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ichidan zoldirlari to'kilib ketgan. Mana ichki granatani mana ichki tomoni o'yilib qoladi mana qo'p. Mana shu o'yilgan joyida keyin luft paydo bo'lib, luft tezlashganda gaz bosgan holatda mashinani aqaboqa elib tashlaydi. Ikkita yangi qo'yib beramiz, bu yerga chiqing. Ikkala tomonini ham temperaturasiga chiroyli qilib olishtirib beramiz. Shu bilan xudo xolasa ishlari tayyor bo'ladi.